Yo'ldoshlar akasiz, akalar Sankt-Peterburgdan Dushanbega Uralskiy avialiniya akalarimiz hammasi o'tyapti. Asta mana. Akalar 6-oktyabr aeroport Pulkovadan gapiryapmiz sizlarga. Yo'ldoshlar akasidan. Soati bugun 12:00 da xabar kelib tushdi. Sankt-Peterburgdan Kazan Dushanbega passajirlarimiz bor edi. Biz ga telefon qilganlarni o'zgartirib berdik ko'pini. Hozir yana passajirlarimiz bor ko'proq, lekin svязga chiqmayapti akalar. Akalar, Sankt-Peterburgdan Kazanga uchadigan reys zadержкада, chunki Kazanda siyosatga aralashmagan holda gapiramiz. Vaziyat havoda, ya'ni davlat politikada biz bu narsaga aralashmaymiz, yana uzr. Akalar, Kazanga uchish hamma reyslar zadержкада bo'ladi. Kazandan Dushanbega uchadigan reys uchib ketadi akalar. Yo'ldoshlar va kasasiga murojaat qilingizlar akalar. Shuni Sankt-Peterburgdan Ufaga yoki to'g'rilab beramiz akalar, yoki Sankt-Peterburgdan через пересадкani boshqa kunga ko'chiramiz yoki to'liq vazorat qilib beramiz akalar. Yo'ldoshlar va kasasiga murojaat qilingizlar va yangi svejiy xabarlarni aeroport Pulkoda qanaqa vaziyat hammasini biz ko'rsatib ketamiz akalar. Har kuni ko'rsatamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bizga podpiska qilingizlar, fikrlaringizni qoldiringizlar. Eng arzon va ishonarli aviakassa bu Yo'ldoshlar aviakassasi, doimo passajirlarni o'ylaydigan aviakassa bu biz. Biz sizlar bilan doimo birga. Akalar, iltimos bizga murojaat qilingizlar. Ya'ni bugun uchadigan пересадка через Kazanda aytyapman. Hozir Uralskiy avialiniya hamma passajirlarimni o'tkazib bordim. Orolda atiga 1 soat zadержка bilan uchayapti akalar. Bugun 6-oktyabr, aeroport Pulkova tinch, hammasi yaxshi.